Nigeriya Makako Lagosning eng g'ayrioddiy tumanlaridan biri bo'lib, u to'g'ridan-to'g'ri suv ustiga qurilgan. Bu yerda minglab insonlar qoziqlar ustiga o'rnatilgan uylarda istiqomat qilishadi. Bu yerda ko'chalar o'rnini kanallar egallagan. Odamlar esa bir joydan ikkinchi joyga qayiqlar yordamida borishadi. Bu tuman bundan 100 yil avval Egun xalqi tomonidan baliqchilar qishlog'i sifatida tashkil etilgan. Bugungi kunda Makakoni ko'pincha Afrika Venetsiyasi deb atashadi. Odamlar juda og'ir va zich sharoitda yashaydilar. Har kuni yashab qolish uchun harakat bo'lib o'tadi. Lagos rasmiylari bu tumanni bir necha bor noqonuniy qurilma deb hisoblab, buzib tashlashga va aholini ko'chirishga urinishgan.